Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda atalmış kasbiy mahorat bilan tarbiyalash nomidagi yig'ib lagerlarga solash va majburiy emgak silish siyosatining o'xshash davom qilayotganligi Xitoy taratqullari tarqatgan xabarlardan oshkorlanmoqda. Xitoy xabarlar to'ri 15 dekabr kuni tarqatgan bir xabarda Qumulning Barkul nahiyasida bir kasbiy mahorat bilan tarbiyalash markazida o'qish boshlaganligini, maktab o'quvchilarining tamoq etish, muhit asrash aslahalarini qo'llanish va bexatarlik bilimlarini o'rganganligini xabar qilgan. Xitoy hukumatı bunda o'rinlarni kishilar o'z ixtiyorligi bilan kelib mahorat o'rganadigan o'rin deb ilgari sursimi, ammo Amerika Emgak Ministerligining xalqaro emgak masalalari ishxonasi e'lon qilgan bu vaqtdagi dokladda bu o'rinlarning majburiy emgak lagerlari ekanligi, bu o'rinlarda kishilarning o'z irodasiga xilof holda tutib turilayotganligi e'lon qilingan edi. Egilinishcha, noyabrda Xitoyning mashina ishlab chiqarish va setish miqdori bulturga o'xshash oydagiga selishtirganda 7,9% tövalligan. Xitoy mashina ishlab chiqaruvchilar jamiyatining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, noyabrda 2,386,000 mashina ishlab chiqarilgan, 2,328,000 yangi mashina setilgan. Türkiye, Germaniya ve Gretsiya vakillar ömiki Belgiyada 3 taraf yig'in açtı. Yig'inda Türkiye bilan Gretsiya o'rtasidagi aloqa kanallarını canlandirish muzokara qilindi. İranning poytaxti Tehrandagi qizil ogohlantirish darajasiga yetgan havoning bulg'unishi ijtimoiy turmushga pasib ta'sir ko'rsatdi. Nachar havo sharoiti sababidan shaharda ijtimoiy aloqa faoliyat o'rinlari bo'lgan bog'cha va savdo saroylar quruq qoldi. Sirtqa chiqqan fuqarolarning doiralarning ogohlantirishni ko'zda tutib, maska taqganligi ko'rildi. Tehran va Elbrus shaharlaridagi havoning bulg'unishi xatarlik darajaga yetgan bo'lib, hukumat yangi tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Maktablarda yuzdirani o'qitishning 20 dekabr seshanba kunigacha to'xtatilganligi e'lon qilindi. Yaponiya hukumati va Koreya armiyasi bosh shtabi Shimoliy Koreyaning ballistik boshqariladigan bombasini qaylib bağganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan o'tgan hafta Amerika armiyasining Koreyada turishli qismida Amerika Alam armiyasi Koreya qo'mondonlik organi qurilgan edi. Argentina Qatar sohibxonlik qilgan 2022 yillik Dunyo lo'nqisi futbol musobaqasining chempionligiga erishdi. Argentina bilan Fransiya orasidagi hal qilg'ish musobaqa 3-3 oxirlashgan bo'lib, nuqta to'p tepishda Argentina Fransiyani mag'lub qildi. Braziliya 2002 yili Dunyo lo'nqisini mo'jizaga ilib ketgandan buyon Argentina Yevropaning sirtida chempion bo'lgan tunji davlat bo'lib qoldi. 28 kun davomlashgan 63 maydon musobaqa o'tkazilgan Qatar Dunyo lo'nqisida Argentina bilan Fransiya o'rtasidagi hal qilg'ish musobaqadan ilgari Rosail tantarbiya sarayida rasmiy yepilish murosimi o'tkazildi. Shuning bilan birga Fransiyalik futbol cho'lpani Kylian Mbappe 2022 yillik Dunyo lo'nqisi futbol musobaqasida eng ko'p to'p kirgizgan mohir bo'lib mukofotlandi.